Alaykum hurmatli mijozlar. Inshaalloh navbatdagi mashqamiz Cobalt mashinasi. Bu Cobalt mashinasiga qilib bergan ishlarimiz birinchi o'rinda aytadigan ishimiz inshaalloh mikrokredit bankdan xodim akallarga bular mashinalarni olib ketib, ertalab olib ketib, mana tayyorlab polni qilib keldi. Bunga qilingan ishlari hop ochganda, bekitganda zuglarni o'rnatib berganmiz. Salon ichida qilib o'tgan ishlarimiz laminatsiyalarni qilib berganmiz tindirib. Hop. Bu yangicha Cobalt 2026 kaliti zamonda turgan ishlarni qilib berganmiz. Hop, bunga 10 dyuymli katta monitor qo'yib berganmiz, ko'rishingiz mumkin. Video registratorlarni qo'yib berganmiz. Bagaj knopkalarini qo'yib berganmiz, sekretni qilib. Hop. Radarlarni ustanobka qilib berganmiz. Shunaqa kimga sifatli ishlar kerak bo'lsa, bemalol Smart Auto Tuningga murojaat qilaverasizlar. Pultdan bekitgan oyna ko'tarilgan relaylarni qo'yib berganmiz. Bizda uyingizdan mashina olib ketib, yana hamma yoq tuninglarni qilib, xizmatlarni qilib, yana qaytarib tashlab kelish xizmati bor. Inshaalloh bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan-da qiziq ishlarimiz hali oldinda. Inshaalloh hamma ishlarni cho'tib qilib beramiz. Aka, xizmatimiz qalay ekan? Xizmatingizga rahmat. O'zlari olib ketish vaqtida qilib keldi. Rahmat sizlarga. Hammani ish davom etaveradi. Sizlarning ham o'zingizning ishinglar ketaveradi. Biz ham o'zimiz ishimizni qilaveramiz. Hech kim ishdan qolmaydi. Xudo xolasa.